ishlayapmiz. Charchamayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. Xudo xolasa akamiz imorat solgan. Akamiz yozgi kunda issiq, qish kunda sovuq qiynayapti. Bu uyda penobetonni ko'rib, bayaqa penobeton quyib bo'ldik. Penobetonni yaxshiligidan yangi imorat solib bizni chaqirdi, xudo xolasa. Penobetonni xudo xolasa quyishni boshlaymiz hozir. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Hammaga salom, xayrli kun, kunlar xayrli boshlab oldilaringmi? Xudo xolasa biz mana navbatdagi obyektimizga yetib kelib oldik. Aziz vatandoshlar, mana biz 200 ming obyektimiz Quvada 300 kvadratlik. Xudo xolasa vaqt turasizlar, boshlab oldik. Kimga bunaqa beton qiyish xizmat zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Xudo xolasa chiroyli qilishlarni beramiz. Usta bilan chiqib ketamiz. Bismillah. Beton uyushni oldi. Bunaqa izzatdan degan mahsulotimiz bor. Mana havo o'tkazadi. Beton quyishni oldin nima qilib chiroyli qilib to'shab olamiz. Bu izaspan, bu Rossiya mahsuloti bo'lib, havo o'tkazadi, to'siningizni chiritmaydi. Akamiz nariyaga quyib berdik. Samarasi yaxshi chiqqan ekan, mana ava samarasi zo'r chiqqani sababli baqa chaqirdi. Xudo xolasa bog'larni ham boshlab yubordik. Bog'lar bor. Jami bir 300 kvadratlik joyimiz bor. Xudo xolasa bugun mana shu ishni tugatamiz. Betonlarimiz o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi, qalinliklari 7 dan 10 gacha bo'ladi. Termizalasa, shum o'tkazmaydi, sovuq yuz ushlab beradi. Xudo xolasa buni yalla faqat duo qilyapti xolos. Chaqiryapti. Xudo xolasa ishimiz sifati ham, o'zi ham yaxshi chiqyapti. Hozir mana aka sovuqda ham zo'r ushlab beradi. Xotirjam kuydirishaversin. Xudo xolasa ishimizni kafolati bor, sifatiga javob beramiz, xudo xolasa. Pullari vodiy bo'ylab 45 ming so'm. Hamma mahsuloti o'zimizdan. Uyga kelsa faqat suv bilan to'k olamiz xolos. Xudo xolasa bir kunda 200-300 kvadrat chiroyli qilib quyib 7 dan 10 gacha qalinlik qilib beramiz. 100 ushlab beradi, xudo xolasa. Ko'ngil to'q qilishaversin. Shu tarafi yaxshi. Termizalatsada bu bitta minus tarafi bor, uni ham aytib ketishim kerak. Shum o'tkazmaydi. Tomizda birortasi yursa, eshitilmaydi birortasi chiqsa. Shu minus tarafi. Qolgan narsasi koni foyda siz uchun. yaxshi ekanlar. Shum o'tkazmagani o'ndaga quydirsa ham demak. Devada nima qilayotganingizni pastaga qo'yishingizni bilmaydi. Bilmaydi. Tarafi shu ekan. Shunaqa, keyin shonkalamiz yurolmaydi. Buni o'zini maxsus fibra degan narsasi bor, solamiz. Shonkalamiz juda ajali. Xudo xolasa buni qilib joylarga qo'yib ketamiz, nima hudlarga. Hozir polietillenlarimiz kesishyapti. Xudo xolasa ko'rasizlar, har bitta xonaga bittadan chiroyli qilib qo'yib ketamiz, nima hudlar, havo o'tkazgan. Keyin mana bu narsa ham mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Rossiya mahsuloti. Suvni chiqarib olib, to'siningizni chiritmaydi, havo o'tkazadi mana shu narsa. Bu izaspan, tagiga mana shunday qilib chiroyli qilib qo'shib olamiz, keyin quyamiz mahsulotimizni. Aka buni qalinliklari qanaqa bo'ladi? Holbaga o'chiring. O'chirib turing. Qalinliklari 7 dan 10 gacha bo'ladi.
xudo xolasa. Mehnat samarasi mahsuli. Mashina quyilgan bo'lsa, mashina qatiydi xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli xizmat zarur bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib beramiz. Tolpaga kompressorni o'chiring. Mana mehnat samarasini ko'rib olasizlar, xudo xolasa. Mana 140 kvadratini to'ldi, xudo xolasa. Hali yana 160 kvadratimiz bor. 300 kvadrat ish olganmiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Qandaylari 7 plus bo'ladi, 17-10 santimetrlargacha bo'ladi. Bemalol zakaz qilaverasizlar.